Dalada ovqat shirin ketarmikan? Yaxshi ya, fabrikamiz umuman ovqat ketmasmidi? Menda naborot bu yoqda umuman ovqat ketmaydi. Parnik ishlariga keldik hozir. Kun issiq, lekin shabada bor. Bunaqa issiqda qattiq so'r ketibdi. Abedga chiqdik hozir. Abed bir soat vaqt xo'jayin bilan birga abed qilyapmiz. Bodringga keldik. Bodringni dedi yeyishga ruxsat beradi, lekin olib ketishga ruxsat yo'q. Svejiy bodring mazza bo'lar. Abedchi bizni chaylachamiz dedi jonimiz yozdilar. Abed vaqti tugab qoldi. Samazlarni xo'jayinim bilan birga ishlayman. Birgalikda yo'qotib ishlasam, qiyin tomoni yo'q. Ayniqsa xo'jayinlik tilda yaxshi bilsa, undan afzal.